garchi zug'um qilganlarni yoqtirmadim. She'r yozdim-u bo'lak ishni qotirmadim, tilim turib o'z tilimda gapirmadim. Bir eslasam eziladi bag'ri dilim, ona dilim, kechir meni, ona dilim. Achchiq savol berib, shirin javob qilma. Sen suluvsan, qoshg'aringni Majnun kabi ko'yga solgan. Alisher Bekbas etay deb chiroyingni o'yga tolgan. Qodiriy ham cho'lpon suyib oshiq joni o'tda qolgan. Ishq ahlining sharoridan sharaf topgan jonim dilim. Ko'ksimdagi chechagim sen, kim qo'l cho'zdi uzmoq uchun. 21-oktyabrda O'zbekiston Respublikasi davlat tili maqomi berilgan kun. Shunday ekan, unga munosib hurmat va ehtirom ko'rsatish barchamizning nafaqat vazifamiz, balki muqaddas insoniy burchimizdir. 21-oktyabr sanasi yurtimizda O'zbek tili bayrami kuni deb belgilandi. Achchiq til zahri ilon, chuchuk tilga jon qo'qon. Ming yillarki bulbul kalomim o'zgarmaydi yaxlit hamisha, ammo sho'rlik to'rdining holi o'zgalarga taqlid hamisha.